filiali vaqtincha Bekov Strassasi nazorat xo'jalik Jahongir bo'limi ism familiya. Bugungi kunga rejalashtirilgan uchrashuvimiz bo'yicha tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Kimda qanaqa masala bo'lsa aytsalaring, ro'yxatga olib, muammolarini tezroq hal qilishni yechimini qilamiz. Agar navbat bilan bo'lsa, sizda nima muammo bo'lsa aytsangiz, hozir ijrosini ta'minlab beramiz. Odamlar kelin xizmatlarga o'zi gapiravering. Nima muammo bor sizda? Abdurahmonov Ma'rifat Abdurahmonov. O'zim mahsulot qo'yganman. Nima masala bo'lsa kerak? Hududda yechimman. Chorva masalasi bo'yicha kerak. Chorvaning imkoniyati bo'lsa, bizga ham keling deb so'rayman. Hujjat topshirgansizlar-a? Topshirganmiz. Endi amaliy yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Abdurahmonov kimsiz? Ma'rifat. Opajon, men hozir yozib olyapman. Odamlarga hujjatlar bergan bo'lsalaringiz so'rab, tezroq ijrosini ta'minlab berishdi. Rahmat. Sog' bo'lsin, ishlaringiz omad. Aka, sizda nima masala? Men Erzurum tumani Shimoq qishlog'ida yashayman, Rahmonaviy Ermurod. Begmurod. Mana shu chorvaga kredit berishlaringga yordam qilishlaringizni so'rab keldim. Hujjatlar topshirgansizlar mahalla bankilariga. Bo'ldi aka, sizni ham yozib olyapman. Uzoq 3 kun bo'lmasa 2 kunda sizga kreditingiz chiqarib olib masalangizni hal qilamiz. Sizda nima masala? Sizda ham murojaat bormi? Mana Qodirxonadan keldim. Boshqa kuzatishlarni mana shu qora moliya topshiruvni taklifini topshirib berganman. Mahalla bankilariga kelib bergansiz. Bergan. Bo'ldi, sizni ham yozib olyapman aka, bo'lmasa Qodirxon mahalla fuqarolarga yig'ilgan turgan mahalla bankimizga hujjatlaringizni olib, ijrosini ta'minlab, necha kunda chiqishi bo'yicha siz bilan bog'lanishardi, tezroq muammongizni hal qilamiz. Rahmat. Boshqa kichkina masalalar bo'lsa, shular